Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilari, Yashil olam kuzatuvchilari. Mana bugun anchadan beri sizlarga va'da berib kelayotgan videoyimni qo'ymoqchiman. Bugun Zamyakulkas'da Golland sortini ildizini ochib sizlarga Xitoydan farqini ko'rsatib beraman. Bu Zamyakulkas'ni ko'rib turganlaring Golland sorti. Ko'pchilik Xitoy sortidan olib parvarishlab ko'rgan. Ko'pchiliknikini ildizini chiritib qo'yish holatlari, baribir oxirida gul o'lib, nobud bo'lish holatlari ko'p uchragan. Sizlarga doimo tavsiya qilaman, gulga uncha zo'r tushunmaydigan insonlar, yaxshi parvarishlashni bilmaydigan insonlar uchun Golland gullari parvarishlashlarini tavsiya qilib qolaman. Nima uchun? Bularda Gollandiyani Zamyakulkaslarida Xitoydagidan farqi ildizida kartoshkasi ildizidan ko'ra kartoshkasi yirik bo'ladi. Xitoydagida kartoshkasini topa olmaysiz. Sababi u g'uj bo'lib faqat ildiz bilan qoplangan bo'ladi. Zamyani eng nima desa bo'ladi? Yuragi, miyasi shu kartoshka hisoblanadi. Agar kartoshka chirishni boshlasa, gul o'ldi degani. Chunki chiriyotgan holatda to'xtatish juda ham qiyin, 80% qiyin holati. Xitoydagida bu ildizi ko'p bo'ladi, ildiz tez o'lib ketadi. Masalan, Gollandiyada ham ildizi o'lishi mumkin, lekin kartoshka butun bo'lsa, ildiz yana qayta chiqaveradi. Kartoshka butun bo'lishi kerak Zamyakulkasda. Xo'p, ko'p cho'zib o'tirmayman. Mana ko'rib turibsizlar, bu Golland sorti. Xitoydagidan farqi, barglari ham bleskli bo'ladi. Mana ko'rib turibsizlar, o'zi tabiiy bleskli, yaltiraydi. Mana shu holati zo'r, gruntlari ham toza gruntda keladi. Mana perlit, toza tofga ekilgan bo'ladi. Ko'rib turibsizlar, Xitoydagida yangi olingan gul o'ta darajada tuprog'i ko'rinmaydi, faqat ustida bir ikkita osmakoti ildizi tiqilib turgan bo'ladi gullarda. Xo'p, mana olib sizlarga bir qator ko'rsatib beraman. Bismillahirrohmanirrohim. Hozir buni nimasi kartoshkasi, gulimizni kartoshkasi 30 darajada kattaligini hisobiga tuvayni to'ldirib qo'ygan. Hozir ko'rsataman, xudo xolisa. Endi tuvagimizni yirtishga to'g'ri kelar ekan shekilli. Chunki tuvagimizni to'ldirib qo'ygan. Xo'p, mana ko'rib turibsizlar. Hozir yaqinlashtirib ko'rsataman sizlarga. Mana ko'ryapsizlarmi? Kartoshkalari qay darajada? Уже mana kichkina nimada ham nechtadan kartoshka. Hozir yana olib ko'rsataman. Mana har bitta joyda kartoshka. Xitoydagini proba uchun prostaki o'zingiz uchun ochib ko'ring. Qay darajada kartoshkasi ko'ra olar ekansizlar. Misol, men o'zim shuncha yil tajribamdan kelib chiqib Xitoydagini ekkan bo'lsam, Xitoydagini kartoshkasini pashta ko'rmaganman. Ko'rish mumkin. O'ta darajada mayda bo'ladi yiriklarida. Bu kichkina mittichasida kartoshkasi. Hozir men sizlarga yana ko'rsataman. Ochib xudo xolasa. Xo'p, tuvagini ochishda iloji bo'lmadi, o'shaning uchun kesamiz endi. Bismillahirrohmanirrohim. Iloji yo'q endi, kesmasak bo'lmas ekan. Xo'p. Mana ko'rib turibsizlar, ildizlari, mana ildizlari holati. Hozir endi kartoshkasini ko'ramiz. Ildizlarini ham ko'rib turibsizlar. Mana Xitoyda birorta marta zamyasini olgan bo'lsangiz, xolis ayting, kommentariyada iltimos yozib qoldiringlar hamma uchun. Mana shunaqa qilib alohidalab, mana bu kichkina gulcha, katta zamyalarda misol ajrata olganmisizlar? Masalan, men shu vaqtgacha ekkan bo'lsam, hech qaysini kartoshkasini ajrata olmaganman. Mana qaranglar. O'zi mitti joni, lekin kartoshkasi juda ham zo'r. Mana mash kartoshka gul sog'lom, mana shu kartoshkasi sog'lom bo'lsagina zamya yangi ildiz chiqarib o'siradi. Ildizi, mana ildizga ahamiyat bermaysizlar. Xitoydagini bilsalaring, ildizlar pushmoq bo'lib ketadi. Mana Gollandikida unaqa emas. O'shaning uchun men sizlarga ko'pincha
golland gul olinglar deyman, to'g'ri necha qimmatroq, lekin qimmat bo'lgani bilan sizga ancha vaqt xizmat qiladi. Mana ko'ryapsizlarmi? Bu yangi chiqargan detkasi. Mana shu detkadan yana qayta chiqaraveradi. Mana shu kartoshkani bargi bo'lmasa ham ekib qo'ysalaring, o'zi zamyakulkasi chiqaraveradi. Mana ko'rib turibsizlar. Hozir buni ham ajratsak, bundan ham chiqadi. Mana faqat sal nimjonroq, chunki bular yangi chiqqan nihollar. Mana ko'rib turibsizmi? Mana hozir yana yaqinlashtiraman. Mana kichkina o'zi bitta shoxda mana shunday kartoshkachalar bor. Mana bitta uzun shoxida kartoshkasi qanday? Mana o'zingiz uchun endi misol Xitoydagini zamyakulkasini ildizini ochib ko'ring. Kartoshkasini misol ajrata olasizmi yoki gulni o'zini ajrata olarmikinsiz? O'zingiz uchun xolis nima qilib ko'ring. Men prostaki ko'pchilikka va'da bergan edim. Nima uchun siz golland gul do'rasiz deyishganida, xudo xolasa bu narsani farqlab beraman Xitoyda gulidan deb. Bular tabiiy muhitda, tabiiy o'stirilgan hisobiga ortiqcha gormonlarsiz, shunday oddiy vitaminlar berib parvarishlangan hisobiga Xitoydagida ancha sifatliroq, ancha foydaliroq bo'ladi. Videoyim ma'qul bo'ldi degan umiddaman. Mana barglari ham yarkiligi o'zi tabiiy yarki bo'ladi. Xitoydagiga o'xshab barglari xira, sust bo'lmaydi. Ancha munchaga o'lmaydi. Suv quysangiz ham hali nima desa bo'ladi, ancha munchasiga o'lib qolavermaydi, chunki buni kartoshkasi yirik bo'ladi. Zamyakulkasi o'zi suv kam ichadi, sababi mana o'zi kartoshkasida suv borligini hisobiga zamyakulkasiga kam suv berasiz. Tuprog'i yengil bo'lishi kerak, to'f, perlit, vermikulit bo'lishi kerak. Buyagimiz solinmaydi, o'zi solmaslik kerak. Xo'p, universal grunt deb ko'pchilik oladi. Universal grunt tarkibi 70% buyagimiz bo'ladi. Shuning uchun universal grunt olishinglarni tavsiya qilmayman. Xudo xolasa gruntlar haqida alohida yana bir mavzu qilib chiqaman. Eski videolarimizda bor, lekin qanaqa tuproq tayyorlanishi kerak, boshqa nimalar bor, qidirib topsalar ham bo'ladi. Iltimos, kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsanglar, obuna bo'linglar. Xudo xolasa bundan keyin ham yaxshi videolar sizlar uchun manfaatli videolar olib chiqaman inshaalloh. Kanalimizga obuna bo'lib, like bosib, o'zlaring fikrlaringni, o'z izohlaringni yozib qoldirsalaring, bu bizning kanalimiz rivojlanishi uchun katta hissa bo'ladi hamda bizga motivatsiya bo'ladi. Bundan keyin sizlarga yanada qiziqarliroq, yanada foydaliroq videolar ishlab chiqarishimizga turtki bo'ladi. Videoyimiz manfaatli bo'ldi degan umiddaman. O'zimni yetarli bilimlarimni berdim degan umiddaman. Videoyimiz foydali bo'lsa, like bosib qo'yinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bu zamyakulkachalarimizni endi xudo xolasa alohida idishlarga ekib olamiz yoki bitta qilib ekib olamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.